Dadang umriga borib keldi. Bugun Albatta keldilar. barchalarga salomni yo'llab yubordilar. Shu qo'ng'iroq qilib biz nomimizdan tabriklar qo'yib bizani ham duo qilib qo'ysinlar. Rahmat kattakon ustoz. Alloh ziyoratlarni qabul qilgan bo'lsin, ilohim. Rahmat. Aralashmay turgin san ham. Endi buzasan programmanda. Hozir Hasanda mana shu eshitmoqchi edim. Qaysi ashula bermoqchisan hozir? Ikki qator otamga atab ashlayt bersam, ruxsat bersangiz. Ko'rdingmi? Otasiga bag'ishlangan 2 oz qo'shig'i bor. Et. G'amga boshim egmam sira otam bo'lsa, yiqilmasmam sinmam sira otam bo'lsa, duolari yoritadi yo'llarimni, tashvish nima bilmam sira otam bo'lsa, ayvonimda o'tirsa bas baxtim ko'rib, xizmatini qilay men ham o'g'il bo'lib, ota rozi xudo rozi ekan do'stlar, otam bo'lsa omadim ham kelar kulib, otajonim mehribonim suyanchig'im jonajonim, otajonim jonajonim suyanchig'im mehribonim. Baraka top. Hasan, baraka top. Otani duosini olish kerak. Otani duosi to'ppa-to'g'ri beto'xtov beparda tepaga boradi. Allohning huzuriga boradi otani duosi. Shuning uchun otani duosini olgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Umringiz uzoq bo'lsin. Dadajoningni safarlari beshikast bexatar bo'libdi. Ilohim ziyoratlar qabul bo'lsin. Rahmat. Bizga ham nasib qilsin. Baraka top.